Men Normat Xuramjon shu katta Qorako'l fuqarolar yig'inida yashayman. Men 18-kuni noyabr kuni 2025-yili Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati federatsiyasiga ishonch raqamiga murojaat qoldirgan edim. O'sha murojaatimning asl maqsadi yong'indan muhofaza qilish MCH xodimi Jumaboyev tomonidan yashash xonadonimga xizmat ko'rsatilmasdan mendan pul olib ketilganligi to'g'risida edi. Bu masalada menda o'sha 460 ming so'mlik mablag'im qaytarib berildi. Men mana shu o'zimning huquqlarimni ta'minlab bergan federatsiyaga va Uchko'prik tumani bo'limiga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Doim ishlariga rivoj tilayman.